20-savol. Raqamlarda berilgan javoblarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. Birinchisi, kaliy permanganat molekulasidagi marganesning oksidlanish darajasi +7 ga teng va reaksiyada oksidlovchi sifatida qatnashadi deb. Demak, rostdan ham bu yerda marganes +7 bo'ladi. Sababi kislorod darajasi -2 bo'ladi. Kaliy +1 bo'ladi har doim. -2 ni 4 ko'paysa manfiy darajalar 8 ta bo'ladi. Musbat darajalar 1 ta bo'lyapti. Demak, yetishmayapti musbat darajalar 7 ta. Demak, bu yerda marganes +7 darajada rostdan ham to'g'ri va marganesda eng yuqori darajasida bo'lgani uchun faqat oksidlovchi sifatida bo'ladi, reaksiya qatnashadi. Demak, birinchi javob rostdan ham to'g'ri javobga kirar ekan. Ikkinchi javob, kaliy permanganatga xlorid kislota qo'shish reaksiyasida kaliy xlorid, marganes 2 xlorid, xlor va suv chiqadi. Reaksiyada koeffitsiyentlar yig'indisi 32 ga teng debdi. Birinchi reaksiyani yozib tenglashtirib ko'raylik. Kaliy permanganat plus xloridli kislota kelib chiqadi. Kaliy xlorid plus marganes 2 xlorid plus xlor va suv kelib chiqadi. Plus suv. Xo'sh, elektron balans usuli bilan tenglashtiramiz. Bu yerda marganes +7 darajadan kaliy permanganatda kislotali muhitda doim +2 darajaga o'tadi. Marganes 2 xlorid. Demak, marganes o'zgaryapti +7 dan +2 ga. Bunda 5 ta elektron qabul qiladi. 5 ta elektron oladi. Oksidlovchi bo'ladi. 5 ta elektron olgan uchun. +7 dan +2 ga o'tish uchun 5 ta elektron olish kerak. Keyingi o'zgarish xlorda. Xloridlarda -1 bo'ladi. Mana bu xlor molekulasida 0 ga o'tadi. Bu xloriddan -1, bu xloriddan -1 o'zgarmadi deb o'tadi bunga. -1 dan bu 0 ga o'zgarish bo'ladi. Demak, xlorid ioni o'zgaryapti xlor molekulasiga. 1 darajadan 0 darajaga o'tishga bitta elektron beradi. Ikkita xlor atom esa 2 ta elektron beradi. Nisbat 5 ga 2, koeffitsiyentlar 2 ga 5. 2 koeffitsiyent qo'yiladi marganes tutgan moddalar oldiga 2 koeffitsiyent. Mana marganesga ham 2 koeffitsiyent. 5 koeffitsiyent xlorni oldiga qo'yiladi. Bu molekulaga 5 koeffitsiyent qo'yaman. Bu xloridga esa bu yoqdagi xlorlarni qo'shib keyin qo'yaman. Faqat kaliy tenglashtiraylik. Kaliy bu yerda 2 talik uchun kaliy xloridga ham 2 koeffitsiyent qo'yiladi. Shunda xloridlar 2 ta, 4 ta, 6 ta bo'ldi. 10 ta bilan 16 ta. Demak, H xlorga 16 koeffitsiyent qo'yiladi. Suvga esa H lar tenglash uchun 8 koeffitsiyent qo'yiladi. Xo'sh, reaksiya teng. Endi koeffitsiyentlar yig'indisini topib chiqamiz. Koeffitsiyentlar yig'indisi 2, 16 bilan 18, 20, 22, 27, 27 ga 8 ni qo'shsa 35 bo'ladi. Demak, bu reaksiyaning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi 35 ga teng ekan. Bu yerda esa bu ikkinchi savolda koeffitsiyentlar yig'indisi 32 ga teng degan uchun bu ikkinchi savol xato. Ya'ni ikkinchi ma'lumot xato bo'ladi. Uchinchi ma'lumot kaliy permanganat parchalansa kaliy manganat, marganes oksid va kislorod chiqadi. Laboratoriyada kislorod olish reaksiyasi. Reaksiya ichki molekulyar oksidlanish qaytarish reaksiyasi hisoblanadi deb. Ichki molekulyar degani o'zi oksidlanish qaytarish reaksiyasi 4 ta turga bo'linadi. Molekulalar aro yoki atomlar aro oksidlanish qaytarish reaksiyasi. Mana bu misol bunga. Ya'ni oksidlovchi bilan qaytaruvchi har xil molekula yoki atomlar tarkibida bo'lsa, molekulalar aro yoki atomlar aro oksidlanish qaytarish reaksiyasi deyiladi. Birinchi tur oksidlanish qaytarish. Ikkinchi tur esa ichki molekulyar oksidlanish qaytarish mana shu bo'ladi. Ya'ni oksidlovchi bilan qaytaruvchi bitta molekula ichida bo'ladi. Uchinchi tur disproportsiyalanish. Bu bir xil element bitta oksidlanish darajasidan 2 xil oksidlanish darajaga o'tishi. O'zidan yuqoriga ham, pastga ham o'tishi. Shunda disproporsiya deyiladi. Va to'rtinchi tur simproporsiya. Disproporsiyani ya'ni teskarisi. 2 xil oksidlanish darajasidan bitta turdagi element bir xil oksidlanish darajaga o'tishi. Yuqori va katta darajadan o'rta darajaga o'tishi simproporsiya bo'ladi. Disproporsiyaga kaliy ishqoriga qaynog'iga xlor qo'sh. Xlor 0 dan -1 ga ham, pastga ham 0 dan pastga va +5 ga ham o'tadi. Shunda xlorid va xlorat turi hosil bo'ladi. Simproporsiya esa ammoniy nitrat parchalansa, azot bir chiqadi. Ammoniy ionida -3, nitrat ionida +5 dan
azot peroksidga +1 ga o'tishi bu sin proporsiyaga kiradi. Qisqasi bu rostdan ham to'g'ri. Ichki molekulalarga kiradi. Sabab kislorod -2 darajada, kaliy +1 darajada, marganez +7 darajada. Demak, kislorod o'zgaryapti, -2 dan 0 darajaga o'zgaryapti. Ya'ni elektron berib qaytaruvchi bo'lyapti. Marganez +7 dan +6 darajaga ham o'tyapti. Kaliy manganat va marganez to'g'risida +4 darajaga ham o'tyapti. Ya'ni disproporsionalish bo'lib qolmaydimi degan savol tug'ilib qoladi. +7 dan faqat pastga o'tyapti, +6 ga va +4 ga o'tyapti. Ya'ni faqat qaytaruvchi bo'lyapti, ya'ni oksidlovchi bo'lyapti. Elektron olyapti faqat. +7 dan yuqorog'iga o'tganda, agar bittasi yuqoriga +7 dan masalan +8 ga, bittasi +4 ga pastga o'tganda keyin disproporsionalish deyiladi. Lekin bu ikkitasi ham bir xil past darajaga o'tib borgani uchun bu ichki molekulyar, ya'ni oksidlovchi ham qaytaruvchi ham bitta molekula ichida bo'ladi. Bu yerda marganez oksidlovchi bo'ladi, +7 dan 6 ga va 4 ga o'tadi. Kislorod esa qaytaruvchi bo'ladi. Ikkita balans tuzlari bu yerga mana balansini tuzib qo'yaman. Marganez +7 ligi o'zgaryapti +4 likka, +4 darajaga. Bu yerda 3 ta elektron oladi. Yana marganez +7 daraja, ikkinchi marganezda bu o'zgaryapti esa +4 darajaga o'zgaryapti. Yo'q, +6 darajaga. Mana bunga o'zgaryapti. Bunda esa bitta elektron oladi. Va kislorod o'zgaryapti. -2 dan kislorod 0 ga o'zgaryapti. Molekulasi -2 dan 0 ga ikkita elektron beradi. Ikkita atom esa 4 ta elektron beradi. Demak, nisbat umumiy olgan elektronlarni qo'shib chiqsa 3 ga 1 4 elektron oladi. Marganez, kislorod esa 4 elektron beradi. Bular qisqarib 1 ga 1 nisbat bo'ladi. Demak, koeffitsiyentlar hammasiga 1 tushadi, faqat bunga 2 tushadi. Sabab ikkita marganez o'zgarish kerak-da. 1 koeffitsiyent bunga ham 1 koeffitsiyent, jami marganez +7 likka 2 koeffitsiyent tushadi. Xo'sh, qisqasi 3-ma'lumot to'g'ri. Shu kaliy permanganat parchalanishi ichki molekulyar oksidlanish qaytarish reaksiyasiga taalluqli. 4-ma'lumot, elementlarning oksidlanish darajasi yuqori bo'lsa qaytaruvchi hisoblanadi. Bu xato. Elementlar oksidlanish darajasi eng yuqori darajada bo'lsa faqat oksidlovchi hisoblanadi. Eng quyi darajada bo'lsa elementlar oksidlanish darajasi faqat qaytaruvchi hisoblanadi. Shuning uchun bu 4-ma'lumot xato. Demak, to'g'ri ma'lumotlarga 1 bilan 3 to'g'ri ma'lumot bo'lar ekan. Birinchisi bilan 3-inchisi to'g'ri ma'lumot, ikkinchisi bilan 4-inchisi esa noto'g'ri ma'lumot bo'ladi. Demak, javobga shu javoblar yoziladi.